99% ayollarimizdan beriladigan savol: avtomat kir yuvish kukuni yoki avtomat kir yuvish geli kir mashinani maxsus qutisiga solinadimi? Yoki kirxonaning ichiga kirlar bilan birga solinadi? Shu savollarga hozir javob topamiz. Avvalo bitta qoidani eslab qolinglar. Kir yuvish parashogi bo'ladimi, geli bo'ladimi, har doim bular suvga solinadi. Yana qaytaraman. Kir yuvish geli va parashogi har doim suvga solinadi, kirga emas. Va yana sizlar uchun bitta qiziqarli ma'lumot: avtomat kir yuvish mashinkasi har doim suvni shu maxsus qutisini yuqori qismidan tortadi. Boshqa suv kiradigan joy yo'q. Va shundan kelib chiqib biz ayta olamizki, avtomat parashogi bo'ladimi, geli bo'ladimi, maxsus qutiga solinsa to'g'ri bo'ladi. Va biz bilamizki, kir yuvish mashinkasi chiqqan paytda parashog birga chiqqan, gel yaqinda chiqqan. Shuning uchun bu quti, hamma narsa kir yuvish parashogiga moslangan. Parashogni qayerga qancha solishni hamma ayollar yaxshi bilishadi. Va endi shu yerda tabiiy savol paydo bo'ladi. Avtomat kir yuvish gelini ustalar o'zlari kirxonaga solishni tavsiya qilishyapti. Buni sabablari bor. Endi bizni kuzatib boringlar. Keyingi videoda nima uchun gel kirxonaga solish kerak va qanday solsa to'g'ri bo'ladi, shu savollarga javob beramiz.